Assalomu alaykum, hurmatli Qiziltepa tumani fuqarolari va aziz mehmonlar. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida inson, uning huquq va erkinliklari va sha'ni qadr-qimmati turibdi. Huquqiy demokratik davlatda qonun ustuvorligi, adolat va qonuniylik tamoyillarini ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiya kabi illatlarning oldini olish, inson manfaatlarini ustuvor qilish barcha davlat organlarining, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasidagi ustuvor vazifalardan biridir. Qisqa muddatda huquq-tartibot idoralari faoliyati butkul takomillashtirildi. Zarur kuch va vositalar bilan to'liq ta'minlandi. Eng asosiysi huquqbuzarliklarning oqibati bilan emas, balki ularning oldini olish asosiy mezonlardan biri deb hisoblanadi. O'tgan 26-yilning 2 oy 27 kun mobaynida, ya'ni o'tgan davrda tuman hududida 39 ta jinoyatlar sodir etildi. Mahallalarda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar soni ushbu davrda 2 tani, ya'ni bu Yashnobod va Oqsoch mahallalarida Jinoyat kodeksining 169-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarni tashkil etmoqda. Tuman hududida joriy yilning 2 oy 27 kun davomida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning 13 ta qayd etilib, umumiy jinoyatchilik salmovi 33,3% ni tashkil etmoqda. Tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish borasida olib borilgan chora-tadbirlar natijasida jinoyat turlaridan qasddan odam o'ldirish, talonchilik, bosqinchilik, nomusga tegish, bezorilik, yengil tan jarohati yetkazish, o'rtacha tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlar umuman sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Biroq shunga qaramasdan haligacha fuqarolarimiz orasida hamon ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan fake va yolg'on xabarlarga ishonib, jabr ko'rish holatlari uchrab turayotganligi bu eng achinarli hollardan biri bo'lib qolmoqda. Yana bir muhim yo'nalish korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Avvalo korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida mustahkam huquqiy asos yaratildi. Shu bilan birga korrupsiyasiz soha loyihalari doirasida alohida sohalarda shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar bosqichma-bosqich ko'rilib, amalga oshirilib kelmoqda. Kelgusida ham ushbu yo'nalishlar ishlar izchil davom ettirilib, har bir davlat xizmatchisi va fuqaroning o'ngida korrupsiyaga murosa yo'q degan qat'iy pozitsiya qaror toptirishimiz lozim. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-yanvar kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan 2026-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi savol hamda 2026-yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi ikkinchi sonli qarorlar qabul qilindi. Qarorlarda asosiy urg'u jinoyatlarni jilovlashga ko'maklashuvchi muhim infratuzilmani shakllantirishga qaratilib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga mas'ul bo'lgan barcha idoralarga ulkan vazifalar qo'yildi va asosiy kuch va vositalar aynan shu maqsad uchun safarbar etildi. Ushbu qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasi huzurida ishchi guruhi va shtab tashkil qilingan bo'lib, ularni faoliyatini muvofiqlashtirib bormoqda. Ushbu shtabni ishiga rahbarlik tuman prokurori, uning o'rinbosari, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va mutasaddi tashkilotlar ushbu komissiyaning a'zolari hisoblanadi. Shu bilan birga barchamiz uchun dolzarb bo'lgan yana bir masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yilning 1-dekabrdagi 754-sonli qarori katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur qaror asosida profilaktika inspektorlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida 1571 nafar, shundan mart oyining o'zida 791 nafar jinoyat qilishga moyil va jinoyatdan jabrlanish xavfi katta bo'lgan shaxslarga xulosalar berilgan. Shundan hokim yordamchilariga 343 ta, yoshlar yetakchilariga 339 ta, xotin-qizlar faollariga 339 ta, ijtimoiy xodimlarga 321 ta, soliq inspektorlariga 47 ta, profilaktika inspektorlarining o'zlariga esa 182 tani tashkil qiladi. Ularning muammolari hal etilishi 453 tasini yoki 29% qo'shimcha xulosalar tuzilgan. Bundan tashqari tumanda yoshlar jinoyatchiligining oldini olish, maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish maqsadida ularni sport va boshqa integrallarga, mashg'ulotlarga jalb qilish, tungi reydlar o'tkazish orqali ularni nazoratsiz va qarovsiz qolishlarining oldini olish borasida nazorat tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu chora-tadbirlarning barchasi siz va aziz tumandoshlarimiz hamda tumanimiz mehmonlarining xavfsizligi yo'lida amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra bugungi murojaatimizda barchangizni ogohlikka chaqirib, qonunlarga rioya qilishga,
oson pul topishni targ'ib qilayotgan firibgarlarga ishonib qolmasdan o'zingizni va yaqinlaringizni asrashingizni so'rayman. Fursatdan foydalanib barchangizga mustahkam sog'lik, xonadoningizga xotirjamlik va fayz va baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.